Bo'ling. Yuragim siqiladi. Yana Yuragim siqiladi. Keyin matkam og'riydi. efirni qanchadan beri ko'rasiz uzmasdan? 2 yildan beri. Uzmasdan tushunarli. Efir payti nima bo'lasiz? Yig'lagim keladi. Keyin uxlab qolaman. Bo'ldi. Hozir bir sekund bilasan yozib qo'ydi. Tak. Tak, tushingizga nimalar keladi? Hojatxona. Keyin zino ko'raman. Hojatxona qanaqa holatda keladi? Hojatxona o'sha najasli holatda kiradi. Hani dapsa yurasizmi yo prosta ko'rasizmi najasda? Goh ko'raman, goh ko'rmay qolaman. Bo'ldi, tushundim. Yana nima keladi? Hojatxona yana? Keyin begona erkaklar mashinaga solib olib ketib qolishadi. Mashina solib qilganda yangi sehr qilingan bo'ladi. Yana? Keyin anaqa barday uylar ko'raman, labirintga o'xshagan, o'shuning ichida aylanib yuraman, yiqilib tushaman deyman, keyin uyg'onib ketaman. Bo'ldi. Tushunarli. Boshingiz ko'p og'riydimi? Kunda og'riydi. Bo'ldi, to'xtang. Matkiz eringizni urishgisi kelib oladimi? U urushib kelib qolganman, ayamnikidaman. Yolg'izlik olyapsizmi? Hech kim bilan gaplashmasdan. U ko'rgim kelmaydi. Dadangizga g'ashingiz kelyaptimi, yo'qmi dadangizga? G'ashingiz kelyaptimi, yo'qmi? Urushib qolamiz goh-gohida. Meni qarang. Sizda jinnilik bor. Miyiz aynayotganga o'xshayaptimi? Esdan chiqarib, balki gap yo'q. Anaqam past bo'lib qolgan xotiram. Ya'ni miya svejiy emasda, ular jinnilik bor, baxtingizni to'sgan sehr bor, yolg'izlikka qilingan sehr bor sizda. Yolg'izlik, hayotingizni nima qilish? Menda hayotingizni bunday sokin, tinch bo'lmasini o'qib qo'yganda, hamma joy-joyida bo'lmasini o'qib qo'ygan. Nazaringiz shuna bo'lyaptimi? Hamma kasha chiqib ketayotganga o'xshayaptimi? O'sha kashasi chiqib ketgan o'zi ancha bo'ldi. U to'g'rilanadi. Bu to'g'rilanadigan narsa. Hayotingiz joyiga kelish uchun atrofingizdagi odamlarga o'zingiz to'g'rilashsiz. Mana miyangiz to'g'rilasangiz, keyin joyiga tushishni boshlaydi. Mana miyani to'g'rilashingiz kerak. Odamlarga bo'lgan ko'z qarashlaringiz, o'zingizga bo'lgan ko'z qarashlaringiz to'g'rilashingiz kerak. Keyin joyiga tushadi. Hali o'ylamang, bo'ldi, tugadi degan yo'q. Mana to'g'rilasangiz, yangi hayot boshlanadi siz uchun. Tak, tushunarli. Ichingizda erkakmi, ayol borga o'xshaydimi? Erkak. Gapirtirsam eplaysizmi? Eplayman. Boshqalarni ichyapsizmi? Kunda ichaman. Namangandan olib keldim. Tushundim, bo'ldi. Yetadi. Boshingiz nima turganga o'xshadi? Boshimda nina. Boshda ina, yurakda? Yurakda pichoq. Tushundim. Matkada? Matkani baylab tashagan. Iplar bilan. Ip. Qo'l oyoqda? Qo'l oyoqlarimda ham ipga arqonga o'xshagan narsa bor. Chigib tashagan, tugullari ham bor. Men tushundim sizni. Hozir eringiz bilan ajrashib kelibsiz, uyda o'tiribsiz. Siz holatingizni primera tushunyapman men. Chunki men ko'p odamlar murojaat qilib, ko'p men gaplashganman. U paytlar ko'p odam dardini eshitganman. Men primerni tushunyapman sizni. Endi men vallohu alam men bilmayman, lekin turib o'z aybdor qilishingiz mumkin. Hayotingizni qo'yib ketganiga turib eringizni qilasiz, qayningizni qilasiz, ota-onangizni hammasini aybdor qilib yuraverasiz, o'zingizni ham aybdor qilaverasiz-da. Shuna bo'lyaptimi sizda? Nimaga mana qilmabman, mana qilishim kerak edi, nimaga tegdi, nimaga monga tegmadim, nimaga oldin bilmadim, nimaga bunday qildim, mana qilmabman deb shu narsani to'xtating. Undan foydasi yo'q. Men ham hayotda xatolar qilganman, adashgan joylarim. Hozir o'tirib olib 10 yil oldin agar hozirgi aqlim bo'lganda, men shu narsani qilmagan bo'lardim. Lekin u payt bu aqlimiz bo'lmagan, sizda ham, menda ham bo'lmagan. Tushunyapsizmi? Hamma odam o'tib ketgandan keyin hammasi esli bo'laveradi, mana qilmabman deyaveradi. Oson bu. Shuning uchun bu narsa bo'ldi, alhamdulillah, buni dars olaman. Xato qildim, to'g'ri. Ichim siqilyapman, xafa bo'lyapman, aldab ketgandir meni. Mayli. O'lib qolmayman.
Dalish hayot ketaveradi deb dalish ketishingiz kerak. Tushundingizmi? Mana shu narsani yig'ishtirasiz, yangi hayot boshlayman deb turib, mana polni yangi hayot boshlashga yangi odamlardan degan emas, mana miyani to'g'rilashingiz kerak. Ko'z qarashlarni. Oldin masalan, krushkani siz meni ushlab yurgan misol, meni ushlab yurgan bo'lsangiz krushkani, endi meni ushlaymay krushkani. Endi boshqacha ushlayman deb turib, mana miyani to'g'rilashingiz kerak, ko'z qarashlarni. Mana shundan keyin hayotingiz o'zgarish boshlaydi. Tushundingiz-a? Yuming ko'z. Bismillahirrohmanirrohim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله. Erkakmi ayolmisan? Chiq. Erkak. Qancha bo'ldi kelganingga? 5 yil. 5 yil. Bu qizni nima qilishing kerak sen? Eri bilan ajratishim kerak. Alohim. Yana ajrat bo'libsan o'zing. Hammaga xunuk ko'rsataman. Qanday qilib xunuk ko'rsatasan? Qanday qilib xunuk ko'rsatasan hammaga? Badaniga toshma toshittiraman. Jamoli buzish bor ekanda. Shuning uchun najas ko'radi ekanda. Shuni nima qilib qiynayapsan? Yuragini siqaman. Yana nima qilib qiynaysan? Boshini siqaman. Qanaqa bos-boslar bilan qiynayapsan? Nima qilib buni yeyapsan sen buni? Ashuni aytchi o'zing. Erim bilan ajrashib ketdingmi? Ajrashibdi-yu o'zi. Yana nima kerak? To'liq ajrashmadimmi? Hali ajrashgan yo'q. Alhamdulillah, yaxshi bo'pti. Ajrashmagan yaxshi bo'pti. Meni qara. Allohdan qo'rq. Bu qizni qiynama. Robbingdan qo'rq. Allohning g'azabidan qo'rq. Boshdagi ignalarni hammasini olib tashlab bo'l. Bismillah. Ol, bismillah. Olib tashla. Oldim. Yuragida pichoq sug'ur bor. Sug'urdim. Matkadagi ipni chiqar bor. Bu ko'p zaytun surkagan. Ichdan qolgan xolos. Bo'ldi, shu olib tashla matkadagi iplarni. Shifoxonaga aytganda nima bo'lding sen? Bu ko'p ichadi. Shunda nima bo'lasan? Kuyaman. Qo'l oyog'idagi ip arqonlarga yechib tashla. Yechdim. Ko'zida nima bor ko'zida? Ko'zida parda bor. Olib tashla pardani. Abdashanam. Pulida nima bor pulida? Pulida. Tilini qalampir bor. Qalampir dedingmi? Qalampir surkayapman. Bo'ldi, yuvib tashla, olib tashla. Bu yomon so'z gapirsin, chaqib olsin, achishtirsin degan ma'noda qilinadi tilga. Shuning uchun qanaqa qilib so'yib olganini, biron dilini ortib qo'ygan o'zi bilmay qoladi. Nimaga qildim deb o'ylab o'tiraveradi keyin. Bismillah. Qo'lida qolib ketdi. Qo'lida nima bor? Barmoqlarini boylab tashlaganman. Ish qilolmasdan bog'lab. Olib tashla hammasini yechib tashla barmoqlaridan. Ichyapman. Bo'ldi, hammasini yech. Bismillah.
Allohu valiyullazina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم. Tozaladingmi? Yetdim. Yelkada nima bor Qolmadi. yelkada? Yelkada nima bor? Yelkasiga o'tirib olganman-da. Sen o'tirgansanmi, seni sherigin o'tirganmi? Mani xotinim bor. Davay tushir. Tushib ketsin. Bo'lmasa o'lib ketadi hozir shu yerda. Ha, bolamni o'ldirib qo'ygan-da bu. Qanaqa qilib o'ldirgan? Shafran sepgan. O'zing aybdorsan. Bu yerda bu qiz aybi yo'q. O'zlaring kelding, dushmanchilik qilib kelding. Sen o'zing birinchi sehr bilan keldingmi o'zing birinchi? Ha, buni Bo'ldi. erini opasi. Ayyo, Erini kim kerak emas, opasi kerak emas. bo'ladi. Kerak emas menga kim emas. Xullas, bolani o'lishiga faqat o'zing sababchisan. Bu yerda odamda umuman gunohi yo'q. Shifo Shavran shu noto'g'ri jinlarni kuydiradi. To'g'ri jinlar kuydirmaydi ular. Chunki Allohning izni bilan kuyadi. Bo'ldi. Yelkasidan tushdimi? Ha, yonimda turibdi tushdi. Bo'ldi. O'zi keldir. Ey qiz, Ha, ha, meni eshityapsizmi? ha, domla. Boshingiz nima bo'ldi, boshingiz? Boshim yengilladi. Yelkangiz, Yelkam yengil bo'lib qoldi. yuragingiz, Yuragim qo'yvordi. matka, Matkam ham bo'm-bo'sh bo'lib qoldi. qo'l oyoqlaringiz, Barmog'im uchi sal zirqirayapti. tozalandi. Qo'l oyoqlaringiz nima bo'ldi? Qo'l oyoqlaringiz yengilladimi? Ha, bir narsa yechilgandek o'xshayapti. Yaxshi. Meni qarang. Eringiz narkoman emasmi? Yo'q. Eringiz musulmonmi? Namoz o'qiydi. Endi qarang. Endi eringiz bilan polni ajrashmagan ekansiz. To'g'rimi? Shuning uchun Nima sizda to'g'ri? sehr bor. Sehr bo'yicha sizdan ham normal o'tgan. Bitta eringiz emas. Shuning uchun men sizni eringiz bilan borib qaytib yashashga chaqiraman. Hech kimga qaramasdan, hech kimga qaramasdan. Mojid qaynangiz bilan degandir, qaynopingiz bilan degandir, Alloh biladi. Hech qachon o'zingizni ota-onangizni aralashtirmang. Eringiz ota-onangiz aralashsa o'zi biladi. No, siz hech qachon ota-onangizni aralashtirmang. Shundaysa hech qachon nima bo'lgan chog'da eringiz ursa ham, so'ksa ham aralashtirmang. Bu sizning hayotingiz, siz o'zingiz hal qilishingiz kerak. Bu eringizni o'zingiz tanladingizmi? O'zingiz tanlagandan keyin faqat o'zingiz javob berishingiz kerak. Shu miyangizda tursin bu narsa. Boshda qiyin bo'ladi, sekin joy tushib ketadi. Barobar aql kirib, qiyinchilikdan keyin yaqin bo'lib ketasizlar. Shuning uchun eringiz nima degan chog'da ham, so'kkan chog'da ham hop deb agar sabr qiladigan bo'lsangiz, hamma joy tushib ketadi. Agar Xo'p, domla. nima qiling? Eringiz ajrashganingizdan keyin zo'r bo'lib ketadi deb o'ylamang, xushi boshlanadi. Xushi bo'lasiz. Bilasizmi? O'zingizga eringizga yetmaydi. Tushundingizmi? Bugunlar eringizga zvon qilib, pastki bu ketsangiz ham zvon qilib tushuntirib yashayman men. Eringiz Xudo xolasa yaxshi niyatda yaxshi bo'ladi deb o'ylayman men. Yuming ko'zingizni. O'jin chiq. Robbingdan qo'rq. Orqamdan qaytala. La ilaha illalloh La ilaha illalloh. Muhammadur Rasululloh. Muhammadur Rasululloh. Endi chiq endi. Chiqib ket. Bismillah. Chiq. Hammang chiqib ketish. Hech kim qolmasin. Hammang chiqib ketish. Chiq. Chiq. Bismillah. Ketdi.